Motivatsiya emas, sistemalash boy qiladi. Motivatsiya uchib ketadigan narsa. Bugun bor, ertaga yo'q. Shuning uchun motivatsiyaga tayanib boy bo'lgan odamni ko'rmaysiz. Lekin tizim odamni o'zgartiradi. Tizim odamni boy qiladi. Samarqandlik millionerlarning 3 ta umumiy odati bor. Hammasi shu yerda boshlanadi. Birinchisi, kundalik reja. Ular har tong bugun nima qilaman deb o'ylamaydi. Reja allaqachon yozilgan bo'ladi. Rejali odam charchamaydi, yo'qotmaydi, adashmaydi. Ikkinchisi, vaqtni nazorat qilish. Pulni yo'qotsangiz ham qaytadi. Vaqtni yo'qotsangiz qaytmaydi. Shu sababli ular har bir soatni investitsiya sifatida ko'radi. Kimga beryapti, nima sarflayapti, qanday qaytadi? Hammasi hisobda. Uchinchi odat hisob-kitob. Oylik kirim-chiqimni yozmaydigan odam boylikka yetmaydi. Boylik tasodif emas, boylik formula. Va bu formula doim bir joydan boshlanadi. Raqamlarni boshqarishdan. Shuning uchun eslab qoling, sizni boy qiladigan narsa motivatsiya emas. Sizni boy qiladigan narsa tizim. Har kuni takrorlanadigan, zerikarli bo'lsa ham davom etadigan, lekin oxirida natija beradigan oddiy odatlar. Motivatsiya yonib o'chadi, tizim esa sizni boshqaradi. Agar boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, tizimni yarating va unga sodiq qoling.